Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık mühim haberler programımızı görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz bugün 2022 yıl 17. iyul yakshanba. Her yakshanba günü ettigende huzurunlarda buluvatkan bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli xalqaro vaziyatdagi masala bo'lsin yoki Sharq Turkiston aloqador eng muhim xabarlarni muloyiz qilgan shaklda huzuringizga sunyapmiz. Albatta, hayit haftasi o'tdi. İnşallah bu güzel heyetimizni xushal xuramlıq bilan o'tkazgan bo'lishinglarga tilakdoshlik bildiramiz albatta. Qanday bo'lsa, bu hafta jarayonida bo'lib o'tgan bir hafta jarayonidagi xabarimizga ko'z yugurtib o'taylik. Bu haftadagi birinchi xabarimiz Shinzo Abening o'limi Xitoylarning yana bir yuzini dunyoga ko'rsatib berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Qadrli ko'rmalarimiz albatta sobiq Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe'ninki bu qatim facialik bir şekilde qasdga uchrab o'ldirilishi dunyoda bo'libmi balkim Uyg'urlarni eng ko'p qayg'uga solgan bir xabar bo'lsa kerak. Haftalik kunlik xabarlarimizni munoyat tafsiliy holatda berdik. Nurg'un tashkilotlarimiz ta'ziyalarini bildirgan bo'ldi. Afsuski Uyg'urlarning do'sti bo'lgan har sohada kuchlik turishi bilan mavqesi bilan Xitoyning qarshisida Xitoyga bevosita bizning masalamizni tilga elib kelgan Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Shinzo Abe suiqasdga uchrab o'ldirilgan degan Xitoylar buni tantana qilishdi. Buni ijtimoiy uchur vositalarida bo'lsin keng ko'lamda ko'rdik. Xitoylarning qanchalik pastkash ekanligini yana bir qatim dunyoga oshkorlagan bo'ldi albatta. Bu turdagi xabarlar Muşu 8. yıl qasdga uchrab qazo qilgandan keyin Xitoy fuqarolarining insoniylikka yot holda uning o'limini tabriklashi butun dunyoni yana bir qatim cho'chitdi. Albatta biz Uyg'urlar Xitoyning tabiatini bilgachga Xitoyga buningdan boshqa qiliq yarashmaydiganligini ham bilamiz. Lekin Xitoyni normal bir insoniyat oilasining ichida o'zgargandi deb o'ylaydigan insonlar uchunmi Xitoyning bu qiliqi haqiqatan Xitoyning qanday bir millat ekanligini bilishiga sabab bo'ldi desak ham bo'ladi albatta. Hamda bu kutilmagan o'lim axborot vositalarida keng ko'lamda tilga ilinib qilingandan keyin shu Xitoyning ijtimoiy taratquv suplarida tezlikda g'ulg'ul qo'zg'adi albatta bu voqea. Xitoylarning Shinzo Abening o'limiga tantana qilishi Xitoyda azaldan mavjud bo'lib kelgan, yillardan beri texmi kuchaygan irqchilik kayfiyatini, ya'ni Xitoy cho'ng millatchiligi irqchilik kayfiyatini namoyon qilgan bo'ldi. Xitoyning Weibo, Undidar qatorliq ijtimoiy taratquv suplarida uning o'limini tabriklagan, masxara qilgan turli yozmalar e'lon qilindi. Bu xil yozmalar kuchlik olqishga erishdi Xitoy xalqi tarafidan ham. Ma'lum bir Xitoy Weibo hisobida Shinzo Abe o'chmanlikni unutib, qurolli kishini kechirib o'tishi kerak. Ya'ni onunğa qurolli hujum qilgan kishini kechirib o'tish kerak degandek masxirlik inkosi 100 mingga yaqin yoqtirishga erishgan Xitoyniki. Undan boshqa tor dunyosida Xitoydagi bir turkum do'kon oshxonalarning Shinzo Abening o'limini tabriklab plakat asqanligidagi suratlar tarqalgan bo'lib ko'rayotganinglardek. Bularmi o'xshashli chet eldagi ijtimoiy taratquv suplarida kuchlik g'ulg'uli qo'zg'adi. Mushu suratlarda Xitoylar qizil plakatlarga Shinzo Abening o'lganligini qizg'in tabriklaymiz. Bu munosabat bilan bir mol olsangiz birini sovg'a qilamiz degandek mazmunlar yozilgan bo'ldi hamda. Bu masala Xitoyning kundalik axborot yig'inida hatto kun tartibga kelgan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian Xitoylarning tor dunyosidagi inkosiga qanday qaraydiganligi, ya'ni Shinzo Abening o'limidan keyingi Xitoy fuqarolarining bu inkosi qanday qaraydiganligi haqida savol so'ralganda biz har doim biladigan bu Xitoy hiylagarligi bilan qanday javob berdi qarab qo'ydi. Tordagi har xil inkoslarga men ifoda bildirmayman deb javob berishni o'zini qochirdiğini sizlarcha. Undan boshqa Tangshan Pedagogika institutining Shivanyan ismli bir pensiyaga chiqqan o'qituvchisi Weibo hisobida do'stlari chambirkimda Shinzo Abe apandining o'limini tabriklaydigan pastkash qullarning yo'qligidan nihoyatda xushalman deb yozgan. Albatta 1 milliarddan ortiq bir millatning ichidan buningga o'xshash haqiqat taraf turadigan azroq bo'lsa-mu
haqiqatni tunugan Xitoylarning chiqib qilishi ajablanarli emas. Yani bu albatta bunda Xitoylarmi chiqdi bu Xitoyning ichidan. Lekin mushunda Xitoylarni Xitoyning qandaq bostirganligi Xitoy rejimining tarixdan buyon qandaq bostirib kelayotganligi hammamizga ma'lum. Az bo'lsin bu turdagi insonlarning mushu yozmasiga qandaq javob berilganligini xabarlarda ko'rib o'tgan bo'ldik. Bu shaklda pastkash qul deb ifodalaganda hamda tabriklaganlarni. Ammo buning yozmasi Xitoylarning noroziligini qo'zg'agan bo'lib, ba'zilari Tangshan pedagogika institutiga xat yozib, uni jazolashni talab qilgan. Qarab boqaylik. Shevining bu vaqtda yana inkas qaytarib, ostidagi inkaslarni ko'rgunimda o'z millatimdan numus qilaman deb yozgan. Tangshan pedagogika instituti darhol bu vaqtda bayonot e'lon qilib, bu masalani tekshirib chiqarganligini mazkur haqiqat tarafda turgan Shevining ismli bu o'qituvchini nizomlari bo'yicha qattiq jazolaydiganligini bildirgan bayonot e'lon qilib. Növbətdə hamda bir qism analizchilar Xitoylarning Shinzo Abening o'limiga qaytargan inkasini Xitoy rejimining yillardan beri maqsadlik kuchaytirayotgan oshqun millatchilik tashviqotining natijasi deb qarashmoqda. Bu Xitoy fuqarolarining tunji qatim inkas bu shaklda inkas bildirishi emas bo'lib, hammamizga ma'lum bo'lgandek 11-sentabr voqeasida o'xshashlar Amerika fuqarolari boshdan kechirgan bu fojiani tabriklashgan edi Xitoylar, esimizga olsak. Shundaqla bir necha yil burun Yangi Zelandiyada yuz bergan 50 dan ortiq musulmonning qazo qilishiga sabab bo'lgan terrorlik voqeasida o'xshashlar shundaq ifoda bildirgan edi, inkas qaytargan edi. Hatto shu narsa esimizda bo'lishi kerak, shu Xitoy virusi avjiga chiqqan mezgillarda Xitoy fuqarolarininki ijtimoiy uchur vositalarida bu virusning o'zidan tarqalgan, Xitoydan dunyoga yamirgan bu virusni, ya'ni dunyodan epket şu saranglarcha ham har xil o'zining shu batil ilohlarga duo qildiganmidi. Amaliyotda dinsiz Xitoylar, ammo bu ig'ir fojiaga chidamay jaqirishib yig'ilgan bu ko'tirvat desam bo'ladigan shaklda u millatning psixikasining qanchalik buzilganligini ko'rsatgan narsa. Bu virusni Amerikaga elib ketgan, Amerikaga olib ketgan deb duo qilishib saranglarcha yig'ilishib yurgan ko'rinishlarni biz ko'rgan bo'ldik, albatta esinglarda bo'lsa. Demak, Xitoylar mana bu shundaq abdi bashirisini echib kelyapti. Bu yerda Shinzo Abe'ninki masalasi, Shinzo Abe o'zining partiyasininki bir nomzod bo'lgan partiyasi mush qatim saylamda qatnashgan Liberal Demokratlar partiyasi shu kishiga xalqdan ovoz berishni talab qilib nutq so'zlayotganda qas kuchurda hammamizga ma'lum bo'lgandek. Va bu qatimqi saylamga ham Liberal Demokratlar partiyasidan Uyg'ur qizi Arfiya Ali qatnashgan edi. Arfiya Ali dal mushu Shinzo Abening partiyasidan nomzod bo'lib qatnashgan 54.662 ovozga erishib, bu qatim garchi saylamda natijalik bir shaklda rasmiy parlamentga kiramagan bo'lsa-mu, ammo nəhayət bütün gücü bilan tirishchanlik ko'rsatdi va nurg'un inkasladimi bo'shashmaslikqa Yapon xalqi bu tabriklab Arfiya Alini bundan keyingi saylamda ham kuchli holatda o'tirg'i chiqishini umid qilganligini bildirishdi va Guliston Aziz xonimi Yaponiyaning millatchi partiyalaridan biri bo'lgan shu Kunimori partiyasidan qatnashgan edi. 22.043 ovozga erishib, bu xonimni rasmiy parlamentga kiramagan bo'lsa-mu, albatta Yaponiyada tunji qatimliq Uyg'urlarning ikki Uyg'urninki bu shaklda maydonga tushishini aytdi. Alqishlashga tegishlik bir ish deb qaraymiz. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga o'tsak, Mashinruy Qurbon hayit harbisida bostirish siyosatini qayta ta'kidladi mavzuliq xabarimiz bo'ldi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Albatta tajovuzchilar vatanimizda mayli kim almasa almasın, kimni apkasi kelsin, o'xshash shaklda jinoyatlarini bir minut to'xtatmay ijro qilayotganligi hammamizga ma'lum bir masala. Dal mushu Qurbon hayitining harbisida bu yangi tayinlangan atalmış Abdum rayonning amaldorlari Mashinruy boshchiligida 8-yil Qurbon hayitlik choy so'kpiti o'tkazgan. Xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash albatta maqsad qilingan bir yig'in bu.
Qo'rchoq amaldorlardan bu yig'inga Erkin Tunyaz, Shavkat Iman qatorliqlar qatnashgan bir yig'inda mushu butun dunyo musulmonlari Qurboniyet tabriklash harfisida dunyoga o'zining xuddi Qurboniyetni tabriklash uchun bir tayyorlik qilayotgandek bir ko'rinish berish maqsadida bu yig'inni o'rinlashtirgan bo'ldi Xitoy. Bu xabar Xitoy Tangritog' to'ri degan tashviqot organi bo'lgan Tangritog' to'rining xabarida atalmış Uyghur Abnumraylı Partikomuning sekretari Ma Xingrui mazkur suhbatda Xitoy rejimi yaqinqi yillardan beri ko'plab ta'kidlab tashviq qilib kelayotgan shu atalmış Xinjiangni madaniyat orqali ozuqlantirish, sotsialistik Xinjiang qurib chiqish qatorliq iboralarni qayta ta'kidladi. Dunyodagi eng madaniyatsiz bir millat Uyg'urlarga madaniyat o'rgatamish kulgilik bir masala albatta. Bu safsatisini davomli holatda setib kelyotdi. Xitoy yana Xitoy xabar manbalaridan ma'lum bo'lishicha, yana kashki islom dunyosi agarda Sharq Turkistonda masalanga Uyg'urlarningki biz islomga ko'ngil bo'lyapmiz degan shu so'zida shu atalmış ko'rinishni berish dunyoning bir ko'zini bo'yash uchun qilgan ekan, hech bo'lmasa musulmonlar bilan o'xshash holatda Qurbon hayitini Uyg'ur xalqining o'tkazishiga ruxsat qilgan bo'lsin, azroq bo'lsin bir dunyoning oldida o'zini biroz ko'rsatadigan bo'ladi. Afsuski Xitoy har qitimqidek islom va musulmonlarga qarshi siyosatini yana o'ttirg'a chiqarib, butun dunyo Qurboniyetni 9-iyul shanba tabriklagan bo'lsa, qasdan bir kun keyinga kechiktirib 10-iyulga bekitdi. 10-iyul Qurboniyetni nurg'un cheklamalar bilan u yerda hammamizga ma'lum bo'lgan shaklda qattiq nazorat ostida o'tkazgan bo'ldi xalqimiz. Va Qurbon hayit san'at kechiligidimi Xitoy o'rlashtirgan atalmış Qurbon hayit san'at kechiligidimi butun orqa sahnadagi xatlarga qarab boqaydi. Sharq Turkistondagi o'tkazilgan Qurbon hayit deyotgan sahnada bir ig'iz Uyg'urcha so'z yo'q. Bu ham diqqatdan alohida diqqat qo'zg'agan masala. Shundaqla Xitoy rejimining yillardan buyon islom dunyosiga dunyoni aldash uchun bo'libmi, islom dunyosini aldash uchun ko'rinishni qo'yib qo'ygan bu atalmış islom dini jamiyatining organ to'ri bekitidimi, bu yillik ro'ziyat va qurboniyatga aloqador hech qanday mazmun yo'llanmagan. Bu albatta Xitoyning qanchalik yolg'on tashviqot qilayotganligi, uchiq qilayotganligini ochiq ko'rsatgan masalalarning biri. Davomli holatda mana bu shu yillardan buyon so'zlab kelyapmiz qadrli ko'ruvchilarimiz. Xitoyningki shu oxirgi 4-5 yil jarayonida nimalarni qanchalik islomga, ya'ni islomni ko'rsatgan har qanday 16 mingdan ko'p masjidni chiqayotganligi nurg'un rasmiy xalqaro organlar tomonidan bu yerda aniq shaklda isbotlanib chiqqan dokumentlar va xalqimizni har turli bizning islomimizni, musulmonlikni yo'qotadigan bütün Xitoylashtirish siyosatini bir minut to'xtatmasdan ijro qilayotganligi, yani nurg'un olim o'limalarni turmalarga solab yo'q qilib uzun yillik qamoqqa elib qilayotganligi ming dokumentlar bilan isbotlangan bir masala. Bu shaklda turayotgan bir vaziyatda yana shu o'zininki safsatisini setib bu shaklda dunyoni aldash uchun tirishmoqda Xitoy. Lekin albatta dunyo buningga aldanmaydi deb qaraymiz. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga o'taylik. 2022 yil Qurbon hayit munosabati bilan cho'ng tipdagi hayitlashish faoliyati o'tkazildi. Bu xabarimiz albatta butun dunyodagi xalqimiz Turkiyada albatta xalqimizning ko'p sonda yashagan boshqa bir jo'shqin kayfiyatda o'tkazildi. Ve dünyanın arqasi joylaridagi xalqimizmi qo'lidan kelgancha bir yerga jam bo'lib Qurbon hayitini bir tarafdan o'z qarindoshlari bilan uchrashib, diydorlashib, xushallik aks etgan bo'lsa xalqimizning chehrida, yana bir tarafdan vatanimizdagi u fojialik, ichinishlik vaziyatni asligan shaklda xushallik ham qayg'u ichida o'tkazishga tirishgan bo'ldi xalqimiz. Bu yil mana ko'rayotganinglardek nəhayət keng ko'lamda İstanbulda yaşayotgan xalqimiz 2000 dan ortiq xalqimiz qatnashdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tarafidan hayitning 3-kuni jam bo'ldik bu yerda. Nəhayət güzel bir kayfiyatda ballarımız, yosh cho'ng hammasi
qatnashib güzel bir heyetni qutulgan bolduq hamda qutulgan bolduq. Faaliyatda Sharq Turkiston Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Raisi Hidayatullo O'g'izxon apandim bu yerda so'z qilib butun xalqimizning heyetini tabrikladi. Shundaqla bu yig'ilishning amaliyoti Sharq Turkiston xalqining diniy, milliy kimligini qo'g'dash irodasini va Sharq Turkiston mujodalasi uchun bo'shashmay tirishish, ittifoqlashish ruhini namoyon qilganligini ta'kidladi. U so'zda yana muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarning o'z mas'uliyatini tunib yetishi ve ada qilishi kerakligini, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikdan boshdan kechirayotgan xalqning erkin dunyoda yashayotganlardan zo'r umidlarini kutayotganligini, Sharq Turkiston mustaqillikka erishmoqchi sistemalik va planli harakat qilayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yana davomlashtiradiganligini, bu nishonni asos qilgan holda hamkorlik va birlikni texmo kuchaytirish kerakligini qayd qilib o'tdi. Rais Hidayatullo O'g'izxon. Shundaqla arqadan Sharq Turkiston Ulamolar Birligi raisi doktor Ataullah Shahyor so'z qilib, qurbon hayit va qurbonlik qilishning ahamiyati, buni haqiqiy ma'noda tushunishning muhimligi haqida xalqimizga ma'lumot berdi. Bu qatimliq hayitlik faoliyatiga o'xshash yig'ilishlarning amaliyotda muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqiga nisbatan oz uchraydigan bir ne'mat ekanligini, shundaqla milliy mavjudlik va milliy kuchni namoyon qiladigan bir fursat ekanligini bildirdi so'zda va buni chuqur qadrlash kerakligini bildirdi. Arqadan Sharq Turkiston Ulamolar Birligi a'zosi Ataullah Xalpat hojim so'z qilib, qurbon hayitining fazilati va bir qism muhim ahkomlar haqida to'xtaldi. Va bu alohida kunda har bir Sharq Turkistonlik musulmonning o'z majburiyati va mas'uliyatini ado qilishning to'liq ado qilish kerakligini, jumladan Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun tashkillangan türlük hareketlerine aktif ovoz qo'shishi kerakligini ta'kidlab o'tdi so'zda Ataullah Xalqtajim. Arqadan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan efendim so'z qilib, qurbon hayitdagi bu qutlug' kunlarda Xitoyga qarshi mujodalaga o'zini beg'ishlash hammamizga ma'lum. Har bir fursatda buni ta'kidlab keldi Abduqodir Yapchan efendim. Fidokorlik ko'rsatish ruhini yetildirishning muhimligini qayta ta'kidlaydiganligini, Xitoyning qo'rqayotganimi dal mushu ekanligini bildirdi. Bu ruhdan qo'rqyapti Xitoyda. Sharq Turkistonning izzati va sharafining amaliyotda butkul Turk dunyosining, islom dunyosining shundaqla insoniyatning izzati va sharafi ekanligini, Sharq Turkiston mujodalasini qilchi umidsizlanmasdan davomlashtirish kerakligini bildirdi. U so'zni oxirlashtirgandan keyin bugungi aytilish faoliyati kelgan, albatta yuqorida deganimdek, yuzlagan o'smirlarimiz, kichik bu notalarimiz bularning xushalligini texambak avjiga chiqarish uchun bu yerda nurg'un pul tarqitib xushalligini boshqacha bir yuqori ko'targan bo'ldi. Arqadan Sharq Turkiston davosi uchun kuch chiqarib kelayotgan yozuvchi, jurnalist Xolis O'zdamir apandi so'z qilib, Sharq Turkiston xalqiga, xususan yoshlarga xitob qildi. Nutqida yoshlarning Sharq Turkistonning kelajagi uchun har vaqt tayyor bo'lishining intayin muhimligini, bo'lib ilm-fan texnika sohasida har xil sohalarda o'zini qurollantirib, bu vatan uchun tayyor turishi, Xitoyning zulmini to'xtatish, dunyoga ovozini anglatish uchun bilimga tayinishning intayin muhim zarur ekanligini qayd qilib o'tdi. Va shundaqla har bir dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston xalqining o'z milliy diniy kimligini shundaq faoliyatlar bir bo'lib, tilini qo'g'dash masalasi bo'lsin, milliy kimligini qo'g'dash masalasida intayin ching turish kerakligini, chunki bu yo'qolgan vaqtida hamma da'voning cho'kadiganligi, yo'qoladiganligini ta'kidlab o'tdi. Arqadan Yasaviy Alparalar jamiyati raisi Kurshat Mejan efendimiz so'z qilib, Sharq Turkiston xalqiga hayitlik salomini yo'lladi. Shundaqla faoliyat jarayonida o'smirlarimizningki har xil millat, vatan kuylangan she'rlari deklamatsiya qildi o'smirlarimiz. Shundaqla zihn sinash musobaqasi o'tkazilib, to'g'ri javob bergan o'smirlarga mukofot berildi. Bu şekilde İstanbul'da güzel bir şekilde kutulgan bulduk. Elbette gündelik haberlerimizden ba'doq dünyanın arqası joylaridagi xalqimizmi o'z yashayotgan davlatlarda har xil faoliyatlar bilan tabriklagan bo'ldi heyitimizni. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga o'taylik. NASA amaldori Xitoy Oy sharini ishg'ol qilishi mumkin mavzuli xabarimiz bo'ldi. Dunyo Xitoyga yetmadi bo'lg'ay. Albatta Xitoydek bir to'ymas bir maxluqlarga yetmaydiganligi ma'lum bir masala. Bu albatta normal bir
axborotchininki yoki bir u yerdan bu yerdan normal bir kishilarning og'zidan chiqayotgan gap emas. Nihoyatda diqqat qilinishi kerak bo'lgan bir masala. Amerika olam qatnash idorasi NASA'ning boshlig'i Alloh kunlarda bir ziyoratda Xitoyning Oy sharini ishg'ol qilishi mumkinligi haqida ogohlantirish bergan bo'lib, Xitoy darhol buningga chiqishib norozilik bildirdi. Bu xabar Amerika ovozining xabarida berildi. Amerika olam qatnash idorasining boshlig'i Bill Nelson bu ayning 5-dagi bir qatimliq ziyoratda Xitoyning olam bo'shliqi zo'migarligiga bo'lgan andisini o'ttirg'a qo'yib, Xitoyning Oy shariga qo'ngandan keyin Oy sharini ishg'ol qilishi va boshqa davlatlarning Oyga qo'nishini cheklashi mumkinligini bildirdi. Va xalqaro jamiyatni bu masalaga jiddiy qarashga va oldini olishga chaqirdi. O'ylab boqaylik bu so'zning muhimligi. U so'z yana Xitoy boshqa davlatlarning yengilliklari va texnikasini o'g'irlash orqali olam bo'shliqi raqobatiga qatnashdi. Bu so'z intayin muhim yani. NASA'ning 5-dagi bir odam yani Oyga Xitoyning bugun yetib berish masalasini boshqa davlatlarning yengilliklari va texnikasini o'g'irlash orqali bugun Xitoy olam bo'shliqi raqobatiga qatnashdi deyapti. Xitoy o'zi tirishib, o'ginib, o'zi kashf qilgan bir narsa emas bu demakchi-da endi. Xitoy olam punktlarining vazifasi bo'lsa, qanday qilib boshqa davlatlarning sun'iy hamrohlarini vayron qilishni o'rganish degan. Bu so'z NASA'ning beshi turayotgan bir insonning og'zidan chiqayotgan so'z. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi darhol 4-iyul bu haqda norozilik bildirib, Amerika amaldorining olam qatnash sohasida Xitoyga qari surkiganligi har qatim deydi Xitoy shu. Nima deydi? Qari surkayotdi, ani qotilmani qo'ydi. Quruq gapdan boshqa narsa yo'q. Yani Xitoy javob berishdan burun Xitoyning qanday javob beradiganligini biladi dunyo aslida. Balki buni so'rgan muxbirmi Allah burun bildi. Yani davomliq yani yod etgan bir so'zda hamdi. Shu shaklda javob berdi hamdi. Qari surkiganligini, amaliyotda Amerikaning olam bo'shlig'idagi eng cho'ng tahdid ekanligi haqida jarsoldi. Amerika aslida eng cho'ng tahdid. U 7-iyuldagi axborot yig'inida bu to'g'riliq yana bir qatim ifoda bildirib, Amerikani aybladi va Xitoyning olam qatnash sohasida tinch va o'rtaq ishlatish prinsipi bo'yicha ish ko'rganligini aytdi. Hamma yerda zaten shunday keldi Xitoy. Tinch o'rtaq ishlatib, o'rtaq foyda manfaat deydi. Amaliyotda butun rezillikning hammasini qilib, foydaning eng cho'ng narsasi Xitoyga bo'lishi kerak. Bütün başka devletler berayotgan qarzlarni amaliyotda ko'rinishda qarz beryapman deydi. Amaliyotda qarzga bo'g'ib u davlatlarni har xil qiyin qistoqqa elib, xohlagan narsaga erishish. Buni dunyo bilmaydigan odam qolmadiki. Amerika hukumati 2017-yili NASA'ning boshchiligidagi Artemis nomli xalqaro hamkorlik olam bo'shliq tadqiqot planini tasdiqlagan. Mazkur planga asosan Amerikaning olam bo'shlig'i xodimlarini 2024-yili Oy shariga avatish, 2028-yili Oy sharida mangulik baza qurib, tadqiqot vazifasini ijro qilish nishon qilingan. Hozirga qadar bu planga Kanada, Avstraliya, Yaponiya va Koreya qatorliq 10 necha davlat qo'shilgan. Dal buning qarshisida Xitoy bilan Rossiya bu hamkorlik ittifoqi bilan raqobatlashish uchun bultur 3-oyda Oy sharida xalqaro tadqiqot punkti qurish haqida eslatma imzolagan edi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek. Xo'sh, qani yana bir xabarimizga o'taylik. Xitoy taratqullari virus haqida yana bir qatim burmalangan xabar tarqatdi. Arqa-arqadan kelayotgan bu Xitoyninki umutsizlik desak bo'ladi. Davomli holatda albatta istiqlolda o'nlagan qatim bergan bo'lishi mumkin bu shaklda Xitoyning haqiqatni burmalab, hatta Erdo'g'anning o'z vaqtida degan bir so'zlarni burmalab xabar qildi Xitoyning rasmiy taratqullari. Davomli holatda shunday keyindan dunyoga rasvo bo'lgan ishlarni qilib kelyapti. Xitoy degan virus masalasida dunyoda virusning tarqalgan markazi bo'lish bilan bu gunohni boshqalarga beatib olsamki deb qo'ldan kelgancha har xil urinishlarni qilyapti. Hamda bu xabar shu Fransiya xalqaro radiosining xabarida berildi. Xitoyning Fransiyadagi bosh elchixonasi 12-iyul Twitter hisobida Xitoy taratqullarining bir xabarini ham baharlagan bo'lib, yozmada bir amerikalik mutaxassisning Xitoy virusining Amerikadagi tajribaxonada paydo bo'lganligini kesib aytganligi da'vo qilingan. Fransiyadagi bosh elchixonasi tarqatgan xabar. Shuning bilan halbuki Xitoy bu qitimni burmalab tarjima qilish hiylesini ishga solgan. Bu oshkorlanib qolgan gapda xabar tilga olingan amerikalik mutaxassis davlat xalqaro tibbiy jurnal
The Lancet'ning Xitoy virus komiteti raisi Jeffrey Sachs efendim bo'lib, u bundan ilgari Ispaniyada o'tkazilgan bir ilmiy yig'inda men virusning tabiat dunyosidan emas, balki Amerikaning tajribaxona biotexnikasi orqali paydo bo'lganligiga to'liq ishonaman degan. U bu so'zda Xitoy virusining Amerikaning biotexnikasini ishiltish orqali paydo bo'lganligini ko'zda tutgan bo'lib, bundan necha ay burun e'lon qilgan ilmiy maqolasida Xitoy tadqiqotchilarining Amerika texnologiyasini ishiltib, Xitoy virusini yasab chiqqanligini asosiy jihatdan jazmlashtiradiganligini ta'kidlagan bu odam. Halbuki Xitoy taratqullari uning so'zini tarjima qilganda haqiqiy maqsadini burmalab, virus tabiat dunyosidan emas, Amerikaning biotexnika tajribaxonasida paydo bo'lgan deb olgan. Shu hiylagarlikka qaranglar. Bu xabar Xitoyning cho'ng organ taratqularida Amerikalik tadqiqotchi virusning Amerika tajribaxonasidan chiqqanligini jazmlashtirdi degan shaklda bu mavzuda berildi hamda. Xabar qilindi. Chet eldagi diplomatlarimiz buni rasmiy hisoblarda ham baharlashib ketdi hamda. Voy, nihoyatda bir go'zal bir fursat topdik. Ve Amerika qarchaplaydiganga deb. Ammo rasvo bo'lib o'ltirdi oxirida. Bu Xitoy axborot organlarining ko'p qitim takrorlab kelgan men yuqori degandek taktikalardan biri bo'lib, boshqa davlatlarning shu amaldorlar rahbarlariga, xalqaro amaldorlarga ularning so'zlarini burmalash bu ishlar davomli ishiltib kelayotgan bir hiyla mikrasi, ammo lekin bu shundoq oxirida rasvo bo'lib o'ltirdigan gapimdi. Xo'sh. Yana bir xabarimizga kelsak, Xitoyning axborot yig'ini echish ko'z bo'yamchiligi davomlashmoqda mavzuli xabarimiz bo'ldi. Davomli holatda bu shaklda bu turdagi yuzlaganni echib bo'ldi balki birdan Urumchida, birdan Bejingda maxsus shu arqa-arqadan Xitoyning jinoyatini oshkorlanishi bilan birga uningga bo'layotgan jazo, besim kundan kuniga kuchayotqachqa xilma-xil birdan u sohadan, birdan bu sohadan Uyg'urlarni akilib majburiy holatda tayyorlatib qo'ygan narsani o'qitib u yerda mush bir payda qilib qolamiki, asqetib qolamiki deb tutuntirishganligini ko'rsatdi, ammo hamma narsa dunyoda hech kim uni o'shindigan odam yo'q afsuski. Ammo lekin shuni Xitoymi o'zimi bilib turib, bu urinishlardan 1 minutmi zerikib qolmay qilyapti Xitoy ammo dushmanimiz. Shuni diqqat qilaylik. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'g'rida berildi bu xabar. Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari 12-iyul Urumchida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini echib, atalmish Uyg'ur Abdumom hukumati bayonotchisi Shugushan. Hammalar tunib ketdinglar bu Xitoyni. O'tirdi o'ltagan. Atalmish Xinjiang xalqaro ko'rgazma ishlari idorasining boshqa qo'rchoq amaldor Gultursun, atalmish Uyg'ur Abdumom taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Mao Xuy qatorliqlar riyosatchilik qilib bu axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xitoy doiralari axborot e'lon qilish yig'iniga yana Sharq Turkistonning iqtisod sohasidan bu qatim kelgan atalmish vakillarni qatnashtirib, Sharq Turkiston aloqador nurg'un yolg'on siyosatlarini tunishtirishga tirishdi hamda ani qildik, buni qildik. Butun bu safsatlarni butun jinoyatlarni Xitoyning hozir vatanimizda qilayotgan barliq jinoyatlarni inkor qilib, hukumat Xinjiangni Ipak yo'li iqtisod balbig'idagi markaziy rayon qilib bekitib, rayonning taraqqiyotiga asosli kuchini markazlashtirdi deb bildirdi. Shunday safsatlar insonning o'quvchisi tilg'og'isi kamaydi albatta. Anlaganda, ya'ni badallarimiz tikan bo'ldi, bu yolg'onchiliklar qachongacha davom qildi deb. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak siyosati xalqarada kuchlik g'ulg'uli qo'zg'ayotgan, kun tartib kelayotgan bir paytda Amerika hukumati ma'qullagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniy oldin qayta rasmiy ijro qilinishga boshlagandan keyin bu ta'sirini ko'rsatishga boshladi albatta dunyoda. Xitoyga ig'ir bir besim bo'layotgan, ziyon keltirayotgan bir qonun albatta. Bu qatimliq axborot e'lon qilish bu yig'inda mushu Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining Xitoyning savdo ishlariga xalqaro jamiyatga ta'sir qilganligini da'vo qildi bu axborot e'lon qilish yig'inida. Shu qonunni tilg'ayib turib, mushu qonunni yo'l qo'ymoqchi deb bu Xitoyning savdo ishlariga xalqaro jamiyatga ta'sir qilyapti bu deb. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Xitoy bayonotchisi Shugushan so'z qilib, bir necha yil bo'shashmay tirish orqali Xinjiangning muqimligi uzluksiz yaxshilandi, taraqqiyot muvaffaqiyatlariga o'qimayli bo'ldi. Mush shaklda bildirlab
Bununğa tirishdi Xitoyimda. Xo'sh, dal mushuni e'lon qilayotgan mazgildagi yana bir xabarimiz kelaydi. Xitoy Urumchida buni e'lon qilyapti dunyoga. Bu Amerika yo'l qo'ygan qonunning Xitoyga qancha besim bo'layotganligini, buni yengiltish uchun bu yer bir muncha yolg'on sakni o'rinlashtirib, o'zini oqlashga tirishayotgan bir paytda Xi Jinping ham Urumchida ziyoratda. 12-yil o'tkazildi. Xitoymi Xi Jinping raisi tuyuqsiz Urumchini ziyorat qildi. Urumchidan boshlab Shayxonza, Turpan qatorliq bir qancha 3-4 kunlik ziyorat boshlandi. Bu albatta 8 yildan keyin Xitoy Xi Jinping vatanimizda shu atalmış 2014-yil mayda hammamizning esida bor. Zo'ravon atalmış zo'ravon terrorlikqa qattiq zarba berish harakatini yo'l qo'ygandan buyon tunji qatam Sharq Turkistonga kelishi va Xi Jinping degan maxluqniki. Bütün bu yerdagi barliq jinoyatning beshi planlovchisi, buyruq berguvchisi bo'lgan bu maxluq, bu jinoyatchiniki tuyuqsiz 12-iyuldan Xitoy yuqoridagi axborot e'lon qilayotgan mazgilda 15-iyulgacha shu 3-4 kun jarayonida Mashunri yangidan tayinlangan bu bosh partiya komiteti sekretari Mashunri va Nuralliq hukumatning raisi Erkin Tunyaz, Qo'rchaq Erkin Tunyaz hamrohligida Urumchi, Shayxonza va Turpan qatorliq bir qancha shaharlarda bu yerda ziyorati bo'lib tekshirishda bo'lgan Xitoyda. Hatto shuni diqqat qilaylikki, Xitoy xabar axborot taratqudirimi ziyorat qilgan kunla emas, nihoyat maxfiy tutib ziyoratni qilib oyoqlashay deganda 14-iyul kuni andan tunji xabarni biz ko'rgan bo'ldik. Va shu kundan biz darhol xabarga chiqmaylar biz kunlik xabarimizda ba'zi Xitoyniki tuyuqsiz ziyorat qilganligini. Demak, bu shaklda tuyuqsiz holatda bu vatanimizning har qaysi yerlarida, hatto Xinjiang universiteti atalmış Uyg'ur Nuralliq muzey qatorliq o'rinlarni ziyorat qilib bu yerdagi shu Xitoy xabar manbalarida berilgan xabarni tavotimiz hamda o'zininki shu yillardan buyon ijro qilayotgan siyosatlarning nihoyatda yaxshi mengayotganligini, atalmış Millatlar Ittifoqligini amillashtirish, atalmış Junxo millati o'rtaq bu degandek bu safsatlarni har ziyorat qilgan yerda satqan bo'ldi. Biz albatta bu ziyoratning tuyuqsiz elib berilishi, qanday maqsad elib berildi, nima uchun bunday tuyuqsiz bo'lib qoldi degan mazmunlarda hammamizga ma'lum shu xalqaro shu strategiya mutaxassisimiz Erkin Akram efendim bilan shu haqda savol so'radik. Shu so'zni bir anglab o'taylik oldi bilan. Erkin Akram efendimning bu Xi Jinping'niki tuyuqsiz Xi Jinping'ning 8 yildan keyin Sharq Turkiston ziyorati va shundaqla boshda xabar bermay, uçur bermay 2 kundan keyin bu uçurlarning berishi nurg'un insonlarning bir o'yiga solgandek bo'lib qoldi. Ya'ni bu yerda bir maxfiy bir tarafi bormi, buni arqa ko'rinishda bir narsalar bormi degandek. Hamda misolga ishkapda avval Hong Kong o'ma nozik bir rayon. Hong Kongni ziyorat qilgan chog'dami bütün programlarini aniq degan, hatto Hong Kongda qolmay, mana Xinjiangga berib qo'nib kelganligimi yozilgan. Shuningga bu Sharq Turkiston ziyorati nima uchun bunda yepiqliq yushirin qilib etmamdi degan meseleler talash tartishlar bo'lyotdi. Aslında bu G'arb dunyosininki tanqidi bilan birlikda bu o'zini aqlash uchun Sharq Turkistonning bir ziyorati qilish, ochiq oshkor qilsami to'g'ri bo'ladi. Demakki, bir xavfsizlik chetda bir ansirashing bo'lishi mumkin. Agarda bu to'g'ri bo'lgan bo'lsa, demakki Sharq Turkistondagi muqimlik tazi o'ylagandek tushungandek bo'lmaganligini ko'rsatdi bu yerda. Hamda Xi Jinping'ninki Sharq Turkiston ziyoratiga qaraydigan bo'lsak, Urumchi, Shayxonza, yani Toshkent va Turpan degan rayonlarni ziyorat qilib, bu yerda xalqlar ko'rishib, madaniy, kultur jihatdagi faoliyatlari va shundaqla soqchi va harbiylar bilan ko'rishib qilganlari va mush 3-4 kunning ichida nurg'un yerlarni ziyorat qilishi bilan birlikda
bu Şarkı Türkistan'da naiti aldıraş ve şunda zıç program bilen birlikte bu ziyaret faaliyetini ip bağlanlığını köz düşüler. Şarkı Türkistan'da mukumluğunun qoğdanğanlığını, Şarkı Türkistan'daki iktisatla, turmuşla yaxşı boğanlığını ve Uygurlar Xi Jinping'ni görüp tans usullarını oynağanlığı ve saqçı askerlerge müddet berip bularını teximi rəğbət qilish, yani terörizmge karşı Şarkı Türkistan'ın mukumluğunu qoğdaşda sizler çok töpe qoşdunlar degендek bunu məqsəd qılandek turdu. Bundan başka bu buldu yıl ahırda şu Maşinruyni Partikom reisi kılıp ekegenden biri bunun bu Şarkı Türkistan'da ilip bağam bu 6 ay 7 aylık faaliyetinin ki toğur boğanlığını, onun kollağanlığını mı bir yerde köstüdü. Yani bir mühim mesele bulsa bu yılın ki 10. ayda Xitay'nın ki parti kurultayının 20.si içilmakçı. Bir yerde Xi Jinping tekrar reislikке saylanmakçı. Bir yerdeki saylanmak, Garip devletteki saylanmakla okşmaydı. Hem de Şarkı Türkistan, Hong Kong degендek nazık rayonlardaki tinçlikni menin başvuruşum bile ahırda bu emelge açtı. Bu benimki neticem. Bu neticeni hem de 20. kurultayda göstermekçi. Çünkü keyingi yıllarda Xitay'nın ki taşkı siyaset, içki siyaset, cemiyet meseleler bulup mu iktisadi meseleler hemmisi oturup çıkmadı. Bulup mu kisellikten tüpeyle ilip bağın bu kiselge, virüs kiselge karşı ilip bağın siyasetinin ki netice göstermekenliğinden tüpeyle Xi Jinping'e karşı narazılık ve tenkitler var. Bu tenkitlerge karşı Şarkı Türkistan'da mukumluğunu ilip bağınlığını gösterip bu 10. ayda içilmakçı boğan 20. kurultayda teximi asan sayınıp ketişine bir vaziyet yaratış degендek bir məqsədi var deb oylayman. Demek, aldı bilen köptün köp rahmet etimiz, strateji mütehassimiz Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarih ve Edebiyat Fakültesi okutukçusu şundakla strateji mütehassıs Doktor Erkin Ekrem'nin bu kıymetlik malumatı köptün köp rahmet etimiz. Elbette, demek yani Xitay bir taraftan bundaq bir məxfi elip berişi, özünün Xi Jinping'nin özününki bexatarligidan muqimlik meselesinden endişe qilgan bo'lishi mumkinligi. Shundaqla dunyoga bo'lgan shu 8 yil jarayonida uning buyrug'i bilan vatanda butun jinoyatlarni ishlayotgan bu Xitoylarga ham ilhom berish har borgan yerda yana shu o'zining safsatisini ta'kidlash bilan ilhom berish u jinoyatchilarga bo'lgan bo'lsa shundaqla oldimizga o'tkazilgan bu saylamda 20. 10 yil o'tkazilgan 20. qatimliq saylanmış qurultaydimi? Hatta Xi Jinping saylanmış kunlik xabarimizda bardiq. Xi Jinping hem bu yerda saylanmoqchi, hem o'zini Mao'ga o'xshash, Mao'ga o'xshash bir dahi e'lon qilmoqchi bo'layotganligi axborotlarda tilga ilinayotgan bir masaladir. Bu shunday bir mezgilda qilingan bir ziyorat bo'ldi albatta bu. Nəhayət qiymatli ma'lumot uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'tsak, Yevropada o'tkazilgan xalqaro yig'inda Uyg'ur masalasi kun tartibga keltirildi mavzuliq xabarimiz bo'ldi. Albatta bu muhtavomizninki kuchli shaklda menayotganligining alomatidan birisi oldin hafta Ruminiya poytaxti Buxarestda o'tkazilgan xalqaro parlament a'zolarining 22 navbatlik istixborot va bexatarlik munbir yig'inida Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgak silish, diniy bostirish qatorliq turli jinoyatlar kun tartibga keltirildi 7-8 iyul kunlari Buxarestda o'tkazilgan mazkur yig'inga Amerika, Kanada ve Avrupa devletlerini öz içine alan 60 neçe devletten 300'den artıq devlet erbapları, siyasiyolar, faaliyetçiler qatnaşqan bir yığın. Bu yığınga Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komitetining raisi Nuri Turkal Efendi ve Uyg'ur Hareket Teşkilatı'nın raisi Roşan Abbas Hanım teklif bilan qatnaşqan hem söz qildi bu yığında. Mazkur yığında asosliqi Ukraina meselesi hazır xalqaro kun tartibda turayotgan. Bu yerdeki bu Ukraina urushi ve onun dünyaya ko'rsatgan ta'siri
ko'rsatgan va ko'rsatadigan ta'siriga markazlashgan bo'lib, nurg'unlagan davlat rahbarlari bu temani ko'radigan asosda so'z qilgan. Nuri Turkal apandi bo'lsa, o'ziga berilgan so'z fursatida yig'in qatnashuvchilarga xitob qilib, ularni Ukraina masalasiga ko'ngil bilish bilan birga Xitoyning dunyoga elib kelgan tahdidiga misol qaramaslikqa hozirdan boshlab hozirdan tartib ig'ir oqibatlarni oldini olish uchun buningga qarata chora tadbir ko'rishga chaqirgan. Ro'shan Abbas xonimmi so'zida majburiy emgak Xitoyninki shu butun jinoyatlarni tilga olib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi xalqimizga majburiy emgak selayotganligini, ammo dunyodagi ko'plagan siyosiy yo'llarning mashhur shaxslarning bu masalaga kelganda sukut qilayotganligini tilga oldi. Xitoydan buni orqasi faqat shu Xitoydan kelayotgan manfaatning oqibatda har qaysi davlatlarga ofat elib kelganligini qayd qilib o'tgan va shundaqla har qaysi davlat rahbarlarini Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilishga chaqirgan bu yig'inda. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga o'taylik. Taylandda tutib turilayotgan 3 Uyg'urning qochib ketganligi oshkorlandi mavzuliq xabarimiz bo'ldi. Albatta, biz davomli shu masalani tilga olganda ko'nglimiz yerim bo'lmay qolmaydi. Yillardan buyon bu 50 necha oxirida qilib qolgan 50 necha qarindishimiz xalqimizdan bular shu nihoyatda ig'ir holatda tutib turilyapti Taylandda. Bularning qutuldirilishi uchun xilma-xil barliq dunyoning har qaysi joylarida tashkilotlar qo'ldan kelishicha tirikchilikni ko'rsatib kelyapti. Xitoyning besim bilan turayotganligi aniq, albatta buni bilamiz. Hamda bu qitim shu 3 turmada yetayotgan 3 kishiningki shu haftaning bu haftaning 5'ida mazkur o'rindan qochib ketganligi xabarlarda, taratqularda, Tayland taratqularininki xabarda berildi. Tayland saqchi doiralari o'sha haftaning 5'ida Taylanddagi ko'chmalarni tutib turish markazidan 3 Uyg'urning qochib ketganligini, Tayland doiralarining ularni izlayotganligini oshkorlagan. Bir saqchi amaldorining aytishicha, mazkur 3 Uyg'ur dushanba kuni tong otishdan burun qamalgan kamerdan qochib ketgan. Ular Bangkokning janubidan taxminan 320 kilometr yiroqlikdagi Pirachop Xerixon o'lkasida tutib turish markazidan qochib ketgan bo'lib, qichish jarayonida o'tkir asbob bilan temir reshtkani haridab ochgan. Mazkur amaldor muxbirga biz ularni davomli izlayapmiz. Men yangi ahvol haqidagi dokladni saqlayapman. Yaqin kunlarda dam olish mazgili bo'lg'achqa izlash sur'atini osti bo'lib qoldi degan. Mazkur amaldor muxbirga qochib ketganlarning 25 yoshlik Ali, 30 yoshlik Abdullah va 29 yoshlik Abdullah ismli 3 mahbus ekanligini aytib bergan. Ular hozir qadar qochib yurmoqda ekan. Inshaalloh sog' salomat ko'zlagan maqsadga yetishini umid qilamiz bularningki. Tayland masalasida albatta o'tganda biz mayli haftalik muhim xabarimizda bo'lsin, kundalik xabarlarimizda bo'lsin, ba'zi qadrli ko'rmalarimiz u Taylanddagi bizning masalamiz ko'ngil bilgan parlament a'zolarimi o'ziniki bu yerdagi 50 necha Uyg'urning Xitoyga qaytarilmasligi burunqi Tayland hukumatining 2015-yildagi zo'r xatolikning qayta yuz bermasligi uchun qo'ldan kelishicha barliq tirikchilikni ko'rsatganligini bildirib kelmoqda va dunyoning har qaysi joylaridagi xalqaro organlarmi bu yerdagi Uyg'urlarning qaytarilishining qat'iy bo'lmaydiganligini Tayland hukumatiga bildirib kelyapti. Tayland hukumati bo'lsa Uyg'urlarning holidan shu boshqa davlatga qabul qilinib bir chorasi tepilgan qadar Tayland hukumati bu Uyg'urlarning holidan xabar oldi degan edi. O'tganda biz mushaftlik xabarimizda berdik. Bu qandoq holidan xabar elish, u yerdagi xalqimiz tatib o'tgan, shu yerdagi xalqimiz chiqargan ovozliq uchur bo'lsin yoki xatlik uchurlarda pat-pat tilga elinyapti. Inson qabul qilinmaydigan darajadagi muomalaga uchrayotganligi, nurg'un kasal, ig'ir kayf holatda turayotganligini xalqaro nimalarda so'zlab kelyapti. Biz so'zlab kelyapmiz bu shaklda muomala qilinsa bo'lmaydiganligini, ammo Xitoyninki arq tarafdan bularni har xil shaklda shu aşağıdımı zulüm görüş için xuddi bir Xitoy rasmiy selayotgandek bu yerga buni o'ylamayldisimi o'yiladigan shaklda ishlar yuz beryapti hamda bir kun baldur bo'lsinmi xalqimizning bu yerda qutulib chiqishiga tilakdoshlik bildiramiz va bu shaklda yo'l mengilishi kerakligini ta'kidlaymiz albatta. Xo'sh, oxirdagi xabarimizga kelaylik. 15
15 iyul. Elbette dünyanın her qaysi joylaridagi xalqimizga ma'lum bo'lgan Turkiyada nayeti cho'ng bir mushu millatning ichiga Turkiyadagi müküngen bulardan ko'rinib turib bu yerdagi qonunliq hukumatni ag'dirib tashlash boshqa bir tashqi kuchlarni bilan hamkorlashgan asosda bu yerdagi hokimiyatni harbiy o'zgarish qilib turib butunlay o'rib tashlash uchun 2016-yili 15 iyul kechis boshlagan bu harbiy o'zgarish Fathullahchi terrorlik tashkiloti deb keyin shu Turkiya hukumati tomonidan shunday atalgan bu terrorlik tashkilotining shu Turkiyadagi maxfiy kuchleri her qaysi soha organlarga o'rlashtirgan. Bular elib borgan bu harbiy o'zgarishni 15 har yili Turkiyada xilma-xil shaklda tabriklanib kelyapti. Bu yerda albatta 250 dan ko'p shahidni Turk xalqi ba'di bu harbiy o'zgarishga qarshi maydonlarda tanklarning oldiga chiqib o'zining qonunli huquqini qo'g'dab muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa bu harbiy o'zgarish Turkiyada bugungacha nurg'un ishlar o'zgarib ketgan bo'ladi. Lekin xalqning mayli jeni kassin, meli kassin hech qanday narsani o'ylamasdan o'zining mustaqil davlatini tatqizib qo'ymaslik, birilarining har xil maqsadlik holatda shu Turkiyadagi nihoyatda kuchli har sohada butun dunyodagi musulmonlarga ega chiqayotgan siyosatlar bo'lsin yo'l qo'yayotgan nurg'un taraflarni bearam qilyapti. Turkiyada yashayotganlarimiz albatta nihoyatda ko'p his qilamiz bu masalani. Sirtdagilar balkim biroz oz his qilishi mumkin. Bu yerda butun dunyoda hech bir yer topolmagan, dunyoning har qaysi joylaridan butun zulmga uchragan mazlumlarning yaqin holatda to'p holatda kelayotgan, quchqini ichayotgan bir davlatninki bu yerdagi bu amallik, tinch amallikni va butun g'arb kuchlarga, tashqi kuchlarga eng kuchli shaklda o'zining mavqesini, kuchini o'ttirg'a qo'yib, hech bir yerda egilmay menayotgan bu siyosatni, bo'lib Erdo'g'an hokimiyatini o'rish uchun tirishchilik ko'rsatayotgan nurg'un kuchlar bor. Har kuni xabarlarda har xil shaklda ko'rib turyapmiz. Bu 2016-yil yuz bergan bu 15 iyul harbiy o'zgarishiningki muvaffaqiyatsiz bo'lib, xalqning g'alaba qilganligini har yil tabriklagandek bu yilmi Saraçxonada Istanbuldagi nihoyatda 100 minglagan kishilar qatnashgan yig'inda Erdo'g'an bu yerda nihoyatda go'zal xalqqa yana xitob qildi. Bu masalani aslab biz davlat va millat bo'lib sifatimiz bilan harmay talmay mo'riga tarab o'ttirg'a qo'ygan shonliq qarshilik ko'rsatish harakati orqali yana bir qutlug' safarni qo'lga keltirdik. Shu kechasi cho'nqur bir basirat va cho'ng qahramonlik bilan vatani, bayrog'i, mustaqilligi va irodasiga ega chiqqan xalqimning har bir a'zosiga salom beraman. Barliq shehidlarimizni Allohdan rahmat tilash bilan aslayman. G'azilarimizga salomatlik va baxt saodat tilayman. 15 iyul ruhini saqlab, Turkiya so'ygisi uchun to'xtovsiz xizmat qilishni davomlashtiramiz deb bu yerda xalqqa xitob qilgan bo'ldi. Albatta, shu harbiy o'zgarish bo'lganda Turkiyaning butun shahar viloyatlarida yashayotgan Uyg'ur xalqimi Istanbul boshida bo'lish bilan oylarcha o'tkazilgan maydonlarda, har kuni kechasi o'tkazilgan maydonlarni xalqimiz bo'sh qo'ymadi. Bu vatanga bo'lgan o'zining mehr muhabbatini, bu vatanni qo'g'dash uchun har zaman tayyor ekanligini bu yerda yashayotgan xalqimizmi bayroqlarni ko'tarib, cho'ng kichik hammaylan maydonda edi va davomli qo'g'daydiganligini ham bildirib kelmoqda. Bu albatta ikkinchi bir vatanimiz, butun Uyg'urlarning, Turklarning vatani bo'lganligi uchun albatta qo'g'dash kerak deb qaragan xalqimiz albatta shuna qaraydi. Tegishlik pozitsiya bildirgan edi ham bildirdi deb xabarimizni oxirlashtiraylik qadrli ko'ruvchilarimiz. Bu haftalik xabarlarimizni mishada oxirlashtirsak albatta xushal bo'ldigan, bizni suyundirdigan xabarlar bo'lganidek bizning ko'nglimizni elishtiradigan Xitoyning shu safsatasi yana davom qilyapti. Inshaalloh bu kurash mana shunday davom qiladigan gap. Ammo bo'shashmaymiz, tushkunlashmaymiz. Davomli holatda olg'a ilgirlab boramiz. Mayli dushmanimiz nima qilsin, u dushmanimiz qo'ldan kelganini albatta qiladi. Ammo bizlar ham haqiqat egasi bo'lgan
xalq bo'lish sifatimiz bilan bo'shashmasdan davom qilamiz ko'rishimizga. Alloh umr bersa, atiki kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishguncha amon bo'lg'aysizlar. Ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga programma orqasida ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.